Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Chorva Bom kanalining hurmatli obunachilari. Mana bugun Samarqand viloyati Tayloq tumani Juma bozor mol bozorida sigirlar qatorida video imkoni boshlaymiz. Hafta kuniga yakshanba 14-iyun mana sigirdan boshlaydik. Havas qilganlar bittadan laykni bosasiz. 65 million so'm baho etilyapti. Bolasi bu Nojin aka. Nima deyapti bu? Simit sigir kiribdi. Neç pul baho aytyapsiz aka bunga? 80 million. Bozor neç pul qildi? 80 million baho aytilgan, 69 million so'm bozor beribdi. Bolasi demizor qo'yilganmi? Alloh a'lam. Sen million baho aytilgan. Bolasi bu Nojin. Neç pul baho aytyapsiz bunga? 58 million. Nechinchi bolasi? Bozor neç pul qildi? 58 million baho aytilgan. Bolasi bu qo'sha birinchi foringa tutgan. Neç pul so'rayapsiz? Ha. Savdosini bo'layapti ekan. Yana bir katta sigir kiribdi. Qanaqa bo'lish kerak? Ko'k sigirdan qizil bo'lish kerak ekan. Neç pul baho aytyapsiz bunga? 55. Bozor neç pul qildi? Nechinchi bolasi? 2? 1mi? 55 million so'm baho aytyapti ekan. Birinchi bolasi ya. Katta sigir. Bolasi bu Nojin aka. Qiziqqanlar nomerni qo'yamizmi? Ayting. 99 424 02 93 ha. Qiziqqanlar mana telefon qilasiz. Bolasi bu Nojin aka. 55 million so'm baho. 20 ta sutdi ekan. Bozorga hafta shved kiribdimi? Neç pul bu aka shved? 60 kami bor. Qaysi kanalda? Chorva Bom. 60 million so'm kami bor deyapti. Ikkinchi bolasi. 20 shved. 5 oylik bo'g'oz. Egalar shunday deyapti. Qizilga neç pul? 60. Ama bu qizili ham 60 million baho qo'yilyapti.
Qizil ham 5 oylik bo'g'oz ekan. 8 ta suti bor ekan. Ikkinchisiga bor. Nomerni ayting aka. Otamni otasi olmagan, otam olmagan. 93lik 235 0379. Qiziqqanlar yo Qiziloqlarga yo Shvedga telefon qilasizlar qiziqqanlar. Yana bitta qora ola sigir bor ekan. Rossiyskiy. Necha pul baho aytyapsiz aka bundan? 50. Necha oylik bo'z? 9 oylik. Nechinchi bo'lasiz? 9 oylik bo'z ekan, 5-qoringa. 50 million so'm baho aytilyapti. 9 oylik bo'z. Nomerni qo'yamizmi? Ha, nomer shartimiz ekan. Hatta yaxshi sigir. Bolasi boqacha. Necha pul baho aytilyapti? 57. 57 million baho aytilyapti ekan. Bolasi mana boqacha. Bozor nima bo'ldi bu? Necha pul qildi? 50 millionga bermabdi buni. 57 million baho aytilgan. Ikkinchi qoringa tuqqan. Nomerni aytingiz. 93lik 991 ha 1650 qiziqqanlar 57 million baho aytilyapti. 50 millionga yo'q. Ha bu jiyanimizda 7 ta bo'g'oz bor ekan. Hozir bitta ko'rsataman deyapti narxlari bilan. Necha pul bu birinchidagi? 33 kam bu. 33 kam bor. Necha oylik bo'g'oz? 7 oylikka o'tgan, balasi tegadi. 7 oylikka o'tgan 33 kami bor. Aylarni ko'rsatamiz. Ikkinchisi. Mana bu. Bunisi ham birinchi tug'ish. Birinchi qoringa bo'g'oz. 6 oylikda o'tgan. 6 oylikdan o'tgan. Necha pul buni bahosi? 34. 34 ha? Kami 6 bor. oylikdan o'tgan. Aylarni ko'rsataylik. Bo'g'oz 34 million. Uchinchisi. Bunisi ham birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Necha oylik bo'g'oz? 6 oylikda o'tgan. Bu ham 6 oylikdan o'tgan bo'g'oz. 34 kami bor. 34 kami bor kelishimlar. Keyingisi. To'rtinchisi bo'lyapti. Necha oylik bo'g'oz? Bu ham 6 oylikda o'tgan. 6 oylikdan o'tgan. Birinchisiga bu ham. Ha. Necha pul 35 buni? kami bor. 35 kami bor Ha. kelishimlar. Beshinchisi. Bunisi bitta tuqqan. Bitta tuqqanmi? Ha. Ikkinchi qoringa bo'g'oz ekan. Bitta tuqqan. 6 oylikda o'tgan bu ham. Bu ham bo'g'oz 6 oylikdan o'tgan. Necha pul buni bahosi? 35 kami bor. Bu ham 35 kami. Ha. Keyingisi. Bunisi kattalari endi. Kattalar ha. Bu Necha endi oylik? 7 oylikda o'tibdi. 7 oylikdan o'tyapti. Necha pul buni bahosi? Uni 52 kami bor dedik. 52 kami bor. Mana moli holatlari. Bunisi ona bola. Bunisi ona bola, ha? Ona bolani ham ko'rsataylik. Bolasi Angus ekan. Bolasi nima? G'unojin buqa. Bunojin. G'unojin ha ko'paysin. Necha pul buni bahosi? 47 kami bor. 47 kami bor. 47 million so'm kami bor. Kechqurun sog'ilib olgan. Kechga sog'ilgan boshqa. Qisilmagan. Ha, dimlanmaganda. Ha. Nechinchi bolasi edi? Ikkinchi balasi. Ikkinchi bolasi edi. Nomerni ayt. 93lik 93lik 396 396 35 35 31.
32. Hammasi zo'r. Hammasi bulardiki ekan, telefon qilaverasiz. Biz qani ona bola desa, ona bola bor. Mana bari bo'g'ozlar. Aqqa kichikrog'i ham bor ona bara. Ha, kichikroqlar. Ko'p bularda Weber ko'p bo'ladi. Bo'g'ozlar. 34, 35 aytilganlar. Bu qizilinga 2 oylik ekan. Bemalol telefon qilaverasiz. Hammasi bir tushunki. Mana shu yandagi qiziqqanlar telefon qilaverasiz.